son sıfırlarni yeydigan maxluq. Qara Lili, men govuni bir raqamiga aylantirib qo'ydim. Men bir raqamiga o'zgardim. Endi ikki raqamiga o'zgarib qoldim. Chiqiraq ekran doim govuni qo'rqitib ketadi. Chiqiraq ekran. Asta Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada ishlaydi paydo bo'ldi. Bu Mukril xonimkan. O o'zining peshin do'konida g'alati maxluqlar pechinisi pishirdi. G'alati maxluq pechinisi yeb pishqoqqan mehnat. Men yeyishni bek yaxshi ko'raman. Yeb pishqoqqan mehnat g'alati maxluq pechinisini yeyishni men bek yaxshi ko'raman. Undaqda yaxshi, men muboyati bir g'alati maxluq pechinisi pishirib qo'ygan. Bek yaxshi bo'ldi. Hozir bir masala ko'rildi. Qandoq masala? Tarazning ustidagi ba'zi bir sansiferlar yo'qolib ketdi. Shunga g'alati maxluq pechinisi yasaydigan materiallarning eg'illigini o'lchamay qoldi. Biz yordam qila olamiz, chunki sansiferlar matematikaga oid bilimlar hisoblanadi. Shundaq, chunki g'alati maxluq matematika uqumi hamma yerda mavjud. Rahmat sizlarga g'alati maxluq matematika atrati amsal turib ko'rishaylik. Hey, bizning atritimizga qo'shilib birlikda vazifa o'rindigingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar? Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rnashimizga yordam beradi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, sanoq sanash. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Hozir emas ko'vo. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andin deydi. Endi bilib oldi. Mayli, g'alati maxluq matematika atrati. Biz Mukril xonimning yo'qolib ketgan sonlarini tepishib beraylik. Yaxshimisiz Mukril xonim? Yaxshimisiz, g'alati maxluq matematika atrati. G'alati maxluq pechinisi. Menda faqat bir tala g'alati maxluq pechinisi qoldi. Yana ozroq pishirib olgan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Biroq tarazamdagi sonlar bo'lmas pishirish tezki to'xtaydi. Qarmaqo'ning bir qancha sonlar yo'qdek turadi. Biroq qaysi sonlarning yo'qolib ketganini men bilmayapman. Shu zaman yordamlashib sanishib bermasanglar bo'lmaydi. Sizlar raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Sanash. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Birlikda deylik, ha? Men 3 ga sanayman. 1 2 3 sanash. Qaranglar, biz muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. G'alati maxluq bir bo'lsa hisob ishlayotdi. G'alati maxluq 2 bo'lsa o'ynayotdi. G'alati maxluq 3 ning binafsharanglik puti bor. G'alati maxluq 4 ning tuxumga o'xshash burni bor. G'alati maxluq 5 intayin qo'rqinchli. G'alati maxluq 6 oyoq boqishini chigib G'alati maxluq 7 bo'lsa mushuk tutib olgan. G'alati maxluq 8 shilapa kiyib olgan. G'alati maxluq 9 bo'lsa ko'ylak kiyib olibdi. G'alati maxluq 10 bo'lsa kapsizlik qilib etibdi. Jami 10 ta g'alati maxluq bor ekan. Bek yaxshi bo'ldi. Biz sonlarning 1dan 10gacha qanday tartibda kelganligini bilib oldik. Undaqda biz Mukril xonimning tarazisiga qaysi sonlarning yo'qolib ketganligini bilib olamiz. Biz birlikda g'alati maxluq matematikadan foydalanaylik. Birinchi son sıfır qandaq bo'ldi? Birga. Tarazida 1 degan son bor ekan, u yutib ketmabdi. Uningni keyin sanchi? 1 2. To'g'ri bo'ldi. Raqam 2 tarazida bormi ekan? Men raqam 2 ni ko'rdim. He, bu baq qisqarlik ekan. 2 ni keyin nima edi? 1 2. Uni keyingi son nima? To'g'ri. 3. 3 yo'q turdi. Biz 3 degan songa ehtiyojli ekanmiz. Men pechinni qaymog'ida 3 degan raqamni yozib qo'yay. Haqiqiy ishni topganda almashtirib qo'yaman. Mukril xonim haqiqatan aqlli ekansiz. Uningdan keyingi raqam bu tarazida yo'q ekan. Biz hozir bizda bor bo'lgan sonlarni boshqa sanab chiqaylik. 1 2 3. Uning keyindan qanday son bordi? 4. To'g'ri bo'ldi. 5 6 7. Hammasi tarazida bor ekan. Biroq uning keyindagi son yo'qolib ketibdi. Uning keyingi son nima bo'lg'aydi? 8 qaltis chiqildik. 9 bilan 10 mi tarazida bor ekan? Bizda hozir 1dan 10gacha bo'lgan sonlarning hammasi to'liq bo'ldimi? Qani boshdan bir sanab boqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nəhayət yaxşı. Biz hozir Mokril xanımning tarazidagi yo'qolib ketgan sonlarini tepib chiqdik. G'ayrat qilinglar. G'alati maxluqlar matematika aytdilar. Biz matematik bilimlarni g'alabalik holda ishlatardik. Biroq biz o raqamlarni texi tepib chiqmadik. Biz faqat qaysi sonlarning yo'qolib ketganligini bilib oldik. Yo'qolib ketgan o raqamlarni tepib chiqishimiz kerak. Shunda bu sonlar o'z rolini joriy qildira oladi. Ishdan burun sizlar bu eng oxirgi pechenini yeb olsanglar bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Bizning pechin yeydigan vaqtimiz yo'q, birodarlar. Biz yo'qolib ketgan raqamlarni tepib chiqishimiz kerak. Mokril xonim, siz bu do'konning ichida biror g'alati ishlarni bayqadingizmi? Bu ishdan burun bir gumonli g'alati maxluq do'konimning atrofida cho'glab yurgan. U xeli yo'g'on bir g'alati maxluq, teni ko'k rangda. Ha, to'g'ri. U maxluqning og'zi intayin cho'ng, 3 ta yo'g'on tishi bor. Yo'g'on, ham ko'k ranglik, 3 ta yo'g'on tishi bor. G'alati maxluq matematik o'qimlarini ko'rsiz ekraniga yordam qila olamdi yo'q. Ko'rib baqayli, farzimizga o'xshash chiqdi. O son sifrlarni yeydigan maxluq ekan. Kimkan? U qandaq narsa? U baq qo'rqinish ekan. O qo'rqinish emas, biroq o son sifrlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Biz mangayli. Biz bu son sifrlarni yeydigan maxluqni tepib, Mokril xonimning yo'qolib ketgan raqamlarini qaytarib kelaylik. Bo'lmasa o raqamlarni yeb o'tish mumkin. Men hech qanday yerda sansfir yeydigan g'alati maxluqni topolmadim. Qaranglar, usulchi g'alati maxluq kelyapti. U har qanday usulni biladi. Balkim o bizga son sifrlarni yeydigan g'alati maxluqni tepib berish mumkin. Sizlar qayerga berib topsizlar? Albatta, o chiptiki beringlar. O chiptini bo'ylab Moslaviya shahar markaziga borsanglar, o'zinglar ehtiyojda bo'lgan har qanday sansfirlar shu yerda tepiladi. O da 10 qatim ovoz anglanadi. O'rninglarda bir piqirab yuqori qarasanglar topa olasizlar. Biz uda chiqqan ovozning 10 qatim ekanligini qanday bilamiz? Meningcha sizlar o'zinglar sanab baqsanglar bo'ladi. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Qani sanoq sanashni o'rganib olganlar. Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Sanoq sanash. Tayyorlik qilib bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Sanoq sanash. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. G'alati maxluq bir bo'lsa hisob ishlayotidi, g'alati maxluq 2 bo'lsa o'ynayotidi. G'alati maxluq 3 ning binafsi ranglik puti bor. G'alati maxluq 4 ning tuxumga o'xshash burni bor. G'alati maxluq 5 intayin qo'rqinchli. G'alati maxluq 6 oyoq bo'qishini chegayotidi. G'alati maxluq 7 bo'lsa mushuk tutib olgan. G'alati maxluq 8 shlyapa kiyib olgan. G'alati maxluq 9 bo'lsa ko'ylak kiyib olibdi. G'alati maxluq 10 bo'lsa kapsizlik qilib etibdi. Jami 10 ta g'alati maxluq bor ekan. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Sen bizga birdan 10gacha bo'lgan son tartibini ko'rsatib berding. Bu bizning uda 10 qitim sanalishimizga yordam beralaydi. Biz tezda Moslaviya shahar markaziga boraylik. Usulchi g'alati maxluq bizga uda 10 qitim chiqqan ovozni anglaysizlar degandi. Zodi nima ish yuz berdi onda? Uni ko'rdinglarmi? U norozilik bildirgan g'alati maxluq. U har qanday ishda norozilik bildirib yuradi. Biz norozilik bildiradigan g'alati maxluq chiqargan g'alati ovozni sanashimiz kerak ekan. Tayyorlik qilinglar. Biz bilan birlikda sanaysizlar. Bu birinchi qitim chiqargan ovoz. Biz davomli uning chiqargan ovozni qitim sonini sanaylik. 2 3 4 5 5 qatim ovoz chiqargandan keyin u uchib ketdi. 10 qatim bo'ldimi? Sizlar bundan qanday qaraysizlar? Albatta, chiqargan ovoz 10ga bormidi. Biz cho'qim uda 10 qitim chiqargan ovozni sanashimiz Bu kerak. yerda yana boshqa ovoz chiqargan narsalar bormidi? Soat belgilangan vaqt kelganda ovoz chiqaradi. Hozir soat 10 bo'lay debdi. U hozir dang urgan ovoz chiqardi. Yaxshi, g'alati maxluq matematika atratidagilar tayyorlik qilinglar. Dang urgan ovoz qancha qatim chiqar ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. To'g'ri bo'ldi matematika atratidagilar. Usulchi maxluq bizga 10 qatim ovoz anglagandan keyin bir qatim cho'glanglar, onda yuqori qaranglar degan edi. Biz bir qatim cho'glagandan keyin birlikda yuqori qaraylik. Qaranglar, son sifrlarni yeydigan g'alati maxluq ekan. Uning sevitida Mokril xonimning yo'qolib ketgan raqamlar bor ekan. Shundoq, u bu soat to'pidan yana boshqa raqamlarni yeb yemoqchi bo'lyapti. Biroq unda qilsa ko'pchilik Moslaviya shahar markaziga soatdan qancha bo'lganini bilmay qoladi. Hey, son sifrlarni yeydigan g'alati maxluq. Sen bu raqamlarni yebatmikin bo'lamdi? Sen sifirlarni yeydigan maxluq o'z xalqaro raqamlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Hozir qisiyatni tushunaman. Men bo'lsam yeb chiqqan mehnat bo'lgan g'alati maxluq pechenisini yeyishni yaxshi ko'raman. Chiqqan mehnat bo'lgan g'alati maxluq pechenisi degan qanday narsa? Mana bu bo'lsa yepish qaqqan mehnat bo'lgan g'alati maxluq peshinisi.
Ha? Qaramaqqi bu haqiqatan yepishqaqa mehnat ko'rindi ekan. Buni tetib bakın barmı? Undaqda san sıfırlanadigan g'alati maxluq, uni bir tetib baqsin. Rastli ishtikan. Mana bu yepishqaqa mehnat bo'lgan g'alati maxluq pejinisini rastli yoqtirib qoldim. Yo'q. Hey, eng oxirgi g'alati maxluq peshinisimi yo'q bo'ldi. To'xta. Bu yerda yana ozroq parchasi bor ekan. Yaxshi bo'ldi. Nemi degan tabaqat maxluqlar bu? Biz hozir Mukrilxinning tarasi ustidagi yo'qolib ketgan raqamlarni tepib chiqdik. Bu bizning birdan 10gacha sanashni o'rganib olganimizning foydasi. Endi u davomli ko'plagan g'alati maxluq peshilarini pishira oladigan bo'ldi. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali alqish yordayli amsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematiklarni g'alaba qildik.